Diana so'nggi bor o'z onasiga meni ortimdan kundir kuzatayotgandek tuyulmoqda deb yozgandi. Dianani telefonidan o'z onasiga yuborilgan so'nggi xabar esa zudlik bilan yordam bering deb yozilgan edi. Shu voqeadan keyin esa 22 yoshli Diana va uning 17 yoshli ukasi Roman g'oyib bo'lishadi. 26-iyul kuni ertalab soat 4larda 22 yoshli Diana va uning 17 yoshli ukasi Roman Patayada ijaraga olingan skuterda sayr qilish uchun yo'lga chiqishadi. O'shanda bu sayr ularning oxirgi sayri bo'lishini ular tasavvur ham qilishmagan. Qidiruv ishlariga nafaqat Tailand politsiyasi, balki yuzlab ko'ngillilar ham qo'shilishgan. O'rmonlar, suv havzalari qidirildi, har bir metr ko'zdan kechirildi. Hamma mo'jiza bo'lishini kutayotgandi, ammo yakun dahshatli bo'ldi. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin hushyor mahalliy aholi eski qabriston oldida bir erkak kishi skuterni ko'mayotganini ko'rib qolishadi. Shu tariqa politsiya 2 nafar mahalliy fuqaroni gumonlanuvchi tarzda aniqladi. Tergov surishtiruv natijalariga ko'ra bu 2 mahalliy fuqaro 22 yoshli Diana va 17 yoshli uning ukasini o'ldirganliklari ma'lum bo'ldi. Ular Diana bilan Romanni o'ldirib, avtomagistral chetiga ko'mib ketishgan edi. Taxminan 1 metr chuqurlikda politsiya jasadlarni topishadi. 17 yoshli Roman boshiga va qorniga o'q otilishi natijasida halok bo'lganligi aniqlandi. Uning opasi esa o'limidan oldin shafqatsizlarcha kaltaklanganligi va uning ustiga ukasining jasadi tashlab yuborilib, ko'milib yuborilganligi aniqlandi. Mahalliy jurnalistlar Diana tiriklayin ko'milganligini taxmin qilishmoqda. Jinoyatchilarning versiyasi esa juda ham g'alati. Ular Diana va uning ukasi minib yurgan skuterni o'g'irlashmoqchi bo'lganliklarini, ammo ular qarshilik ko'rsatganliklari uchun ularni o'ldirganliklarini aytib o'tishmoqda. Biroq bu versiyaga ishonish qiyin. Tailandda jinoyatchilarga eng oliy jazo, o'lim jazosini berilishini talab qilishmoqda. O'zingizni ehtiyot qiling, biz xavfsizlik haqida gapiramiz.